alaykum. Bu videoda men Jira platformasida qanday qilib task yaratib va ularni progress ko'rinishlarini o'zgartirishni ko'rsatib beraman. Buning uchun biz Jira platformasiga o'tamiz va o'zimizni proyektimizni tanlaymiz. Bu yerda katalogni board tanlab, bu yerda biz birinchi taskni yaratamiz. Bitta create, bitta yozamiz, masalan, some task. Buni ichidagi taskni bo'lgan ma'lumotlarni o'zgartirishimiz mumkin. Biz description qo'shamiz. Save va preset high deb qo'yishimiz mumkin. Bundan keyin bu bizda o'sha mana bu yerda task yaratildi. Bundan keyin masalan animation o'zgartirib boshqa qilib biriktirilgan odamga ishlash mumkin. Bu yerda o'zimga biriktirdim. Va masalan bu yerda to-do'ni olib progressga qo'shish mumkin va bu progressga o'chadi. Buni bo'lgandan keyin progressni vazifani bajarib bo'lgandan keyin previewga bu уже как бы team leadlar yoki boshqa urovnydagi xodimlar ko'zi ko'rib tekshirishi mumkin. Va ular o'sha taskni bajarilganiga qarab ma'qul yoki ma'qul emasligini aniqlab done'ga kirishi mumkin. Va bu yerda o'sha oxirgi yakuniy bizning taskimiz ma'qullandi. Va shu bilan taskning jarayoni mana shundan iborat.